Bugun sizlar bilan operatsiya bilan bog'liq bo'lmagan asoratlar bilan tanishib chiqamiz. Misol tariqasida ko'pchilik bemorlarimiz operatsiya bo'lib ketadi, bizda nazoratda bo'ladi, iplarini yechamiz, uyga javob beramiz va uyda ko'pincha ota-onalarni ehtiyotsizligi hisobiga vujudga kelishi mumkin bo'lgan asoratlar, bolalari kichkina bo'lgani uchun va ota-onani e'tiboridan tashqarida qolsa, ularni yiqilib tushishi oqibatida jarohat joyini yirtilishi va jarohat sohasini ochilishi mumkin bo'lgan asoratlar. Bundan tashqari tangli operatsiyalarini oladigan bo'lsak, misol tariqasida operatsiya bo'ladigan yosh bu 1 yoshdan 3 yoshgacha yoshni oladigan bo'lsak, bu paytda bolalar juda ham aktiv va sho'x bo'ladi va ota-onasini e'tiboridan tashqarida bo'lgani sababli o'yinchoqlarini yoki o'tkir predmetlarni og'ziga tiqib jarohat sohasini qonatib yuborishi, yirtib yuborishi, sitilib ketish ehtimollari bo'ladi. Albatta, har bir bemorimizga bizdan davolanib ketgandan so'ng ularni shu jarohat sohasini bitish uchun biz albatta tavsiyalarni beramiz. Bular bo'lishi mumkin dori vositalari, maz vositalari, massajlar va bundan tashqari ehtiyot qilish, ya'ni bolalarni kichik bo'lgani uchun bizda juda ham ehtiyotkorona ular bilan yondashuv vujudga kelishi kerak va ota-onani doimiy nazoratida bo'lishi kerak. Bizda ko'pchilik o'zbekchilik bo'lgani uchun bemorimiz uyga chiqqandan keyin ko'pincha onalar bular bemorni farzandini ya'ni e'tiborsiz qoldiradi va shu holatlarda bolalar jarohat olishi mumkin. Aynan operatsiya o'tkazgan qismi bilan boya sanab o'tganimizdek bu yiqilib tushishi yoki predmetlarni, o'yinchoqlarni qo'pol ravishda og'ziga olib kelishi, tiqishi hisobidan yirtilishi, ochilishi, qonashi mumkin bo'ladi. Va bundan tashqari misol uchun kuygan bemorlarni oladigan bo'lsak, biz kontrakturalarni bartaraf etgandan keyin albatta teri persatkasi amalga oshiriladi yoki spitsalar qo'yishimiz mumkin 1 oy, 1,5 oy davomida va o'sha yana e'tiborsizlik sabab o'sha spitsalarni qaytarib qo'yishi, sindirib qo'yishi holatlari ham kuzatilgan bizda. Ko'pincha bunday holatlarda bemorning ota-onalari bizga aloqaga chiqishadi va shoshilinch ravishda klinikaga olib keltiriladi va bular jarrohlik yo'li bilan bartaraf etiladi. Har doim biz bemorlarimizga aytamiz, operatsiya bu har doim yarim davo. Ya'ni o'sha bemor bizga murojaat qilgandan keyin uni muammosini biz hal qilsak va bundan so'ng o'sha jarohat sohasini saqlash maqsadida biz ularga rekomendatsiya, ko'rsatmalarni beramiz. Va ba'zi holatlarda ko'pchilik ota-onalar o'sha biz yozib bergan rekomendatsiyalarga amal qilmay qoladi. Va shuni oqibatida qanaqadir uzoq muddatli muammolarga duch kelishi mumkin. Bejizga biz har bir bemorimizga 1 oy, 3 oy, 6-oylarga qayta ko'rikka kelishni tavsiya bermaymiz. Sababi bunday holatlarda vujudga kelish mumkin bo'lgan asoratlarni oldini olish maqsadida. Lekin uzoqdan keladigan bemorlarimiz bo'ladi. Bular esanga davlatlardan bo'lishi mumkin. Qozog'iston, Qirg'iziston yoki O'zbekistonning o'zida Qoraqalpog'iston, Xorazm joylaridan va bunday bemorlar qayta ko'rikka kelishga qiynaladi. Ya'ni operatsiya o'tkazgan bemorni biz 6 oy, 1 yil, 2 yillab hattoki ko'rmay ketamiz va o'shandan so'ng bemor bizga murojaat qiladi. Doktor, operatsiya bo'lgan joyda bunday o'zgarish bo'ldi deb nimaga degan savol bilan bizga murojaat qiladi. Aslida bularning o'sha yechimi o'z vaqtida bo'lganda ularni dilini xira qiladigan asoratlarga olib kelmasdi. Va bunday holatlarda go'da qayta operatsiya tavsiya etiladi. Shu sababdan ota-onalarga biz ta'kidlab o'tamiz va qayta aytamiz. Doktorlar, shifokorlar yozib bergan tavsiyalarni 100% bajarishni talab qilamiz. Sababi har bir yozilgan tavsiyalar, beriladigan og'zaki yozma rekomendatsiyalar o'zimizning praktikadan o'tgan va sinalgan bo'ladi va shu sababdan ularga amal qilish shart. Aks holda dilingizni xira qiladigan natijalarga kelib qolish mumkin va bular yana qayta operatsiyaga olib kelish ehtimoli bor.